Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Kuni kecha xabarlaring bor. Gol taxallusi bilan tanilgan Shahzod ismli millatdoshimiz va O'zbek Tayson nomi bilan tanilgan Jasurbek Jo'rayev oktagon ligaga tushdi va ikkovlari ham mag'lubiyatga uchrashdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu videolar keng muhokamalarga sabab bo'lib, judayam negativ fikrlar ko'payib ketdi. Negativ fikrlardan so'ng ijobiy fikrlar ham bo'ldi. Undan tashqari judayam ko'plagan insonlar chiqib mana shu millatdoshlarimizni qo'llab-quvvatlashdi. Ba'zi bir insonlar afsuslar bo'lsinki, mana shu millatdoshlarimizni onasini, o'zini, xullas og'zlariga nima kelsa, poda kirib, shoda chiqib, har xil gaplar bilan haqorat ham qilishdi. Hozirda men aytmoqchi bo'lgan gapim shu narsadan iborat bo'ladiki, bugun eshitdim, afsuslar bo'lsinki, bir inson otasidan beruxsat kimlardandir qarz olib, ya'ni katta miqdorda uni qanaqadir bet degan ana shunaqangi qimor o'yiniga tikib yuborgan va afsuslar bo'lsinki, katta qarzga tushib qolgan. Hozirda ota zudlik bilan men uyimni yarmi qismini sotmasam bo'lmaydi. Menga $16,000 pul kerak deb aytmoqda. Ya'niki hozirda men shu bir balo betga pul tiksam, mana shu jang bo'lar ekan, shu jangda mana shu inson yutadigan bo'lsa, men katta pulga ega chiqarkanman deb mana shunaqangi xom xayollarni o'ylab yurgan yosh o'sib kelayotgan avlod, undan tashqari ota-onasidan beruxsat birovlardan qarz olib mana shunaqangi ishlarni qilayotgan millatdoshlarimiz ham bor ekan. Afsus. Bir narsani yaxshilab tushunib yetishimiz kerak bo'ladiki, tez boyib ketish, tezlik bilan pulni ko'paytirish, tezlik bilan bir narsalarga erishish uchun 1 yil, 2 yil kerak bo'lmaydi do'stlar. Tez keladigan pul tezda ketadi va undan tashqari ba'zi bir insonlar xom xayol qilib, men hozirda mana shu pullarni tiksam tezlik bilan boyib ketaman deb o'ylaydi, lekin bu boyib ketish ham uzoqqa bormaydi. Bizni otalarimiz, onalarimiz yoshliklardan mehnatda o'sib, bizlarni kelajakda yaxshi buyuk inson bo'lishimiz uchun harakat qilib, necha yillab mehnatlar qilishdi. Osonlik bilan barcha narsa bo'lgani yo'q. Ya'ni kim uy ham, mashina ham, boshqa narsalarni ham kamida 30 yil ishlashganidan so'ng ya'ni olishgan yoki mana shu narsaga egalik chiqishgan. Hozirda mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali xoh Shahzod bo'lsin, xoh undan tashqari mana shu Jasurbek bo'lsin, mana shu insonlarni, ya'ni kim jangida g'alaba qozonadigan bo'lsa, men juda ham katta pullarga erishaman degan xom xayollarni o'ylab yurgan do'stlarimiz mana qanaqangi holatlarga tushdi. Kerak bo'lsa hozir mana shu insonlar uysiz qolishi mumkin, joysiz qolishi mumkin. Afsuslar bo'lsinki, yaqinda Aziz Estet ham o'zini ijtimoiy tarmog'iga post joyladi. Bir inson 80 million so'm pulini tikib boribdi. Undan tashqari o'zini yaqin do'sti katta summani, ya'ni o'zini tovarlar uchun ishlatadigan pullarini tikib yuboribdi. Undan tashqari bir bola o'zini endi osib yubormoqchi bo'lgan paytda ota-onalari mana shu narsani bilib qolishib, uni ya'ni o'limdan asrab qolishibdi. Afsus. Va undan tashqari e'tibor bersalaring, xoh O'zbek Tayson bo'lsin, xoh Gold bo'lsin, birortalari ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, men mana bu jangda g'alaba qozonaman, meni ustimdan manuncha pul tikinglar, yo bo'lmasam O'zbek Tayson chiqib olib, meni ustimdan muncha pul tiksalaring, albatta g'alaba qozonasizlar demagan, hech qaysi demaydi ham. Chunki ular bu narsalar qanaqangi oqibatlarga olib kelishini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun do'stlar, men aytmoqchi bo'lgan gapim, ota-onalarimiz yoshlari bir joyga borib qolganda bizni bir qilgan xatoyimiz uchun ko'chalarda sarson sargardon bo'lib qolishmasin. Undan tashqari katta 80 million so'm pul, albatta bu juda katta pul. Bu pullarni topish uchun qancha joyga borib ishlangan, qancha joyga borib mehnat qilingan, boshqa bo'lingan, mana shunaqangi pullarni qimorga tikib yuborgandan so'ng mana shu pullarni yutqizib qo'yib, ba'zi bir insonlardan qarz bo'lib qolib, ertaga yuzimiz shuvut bo'lib qolishi bu juda ham achinarli holat. Shuning uchun har bir narsani o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Bu narsalarni yaxshilab o'ylaylik. Yosh kattalar bilan maslahat qilaylik. O'zimiz tushunmagan narsalarimiz bo'lsa, tushungan insonlarga bir ko'rsataylik. Ular ham albatta bizga go'zal yechimni berishadi. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, ijtimoiy tarmoqlar orqali millatdosh vatandosh sifatida bir-birimizni so'kyapmiz, haqorat qilyapmiz, og'zimizga nima kelsa gapiryapmiz. Bu narsalarni to'xtataylik. Biz axir bir millat
undan tashqari bir osmon ostida yashaymiz. Yuzimiz issiq, bugun birovni so'kib qo'ysak, ertaga yuzma-yuz ko'rishsak, xijolat bo'lib qolishimiz mumkin. Undan tashqari o'zimiz bilib bilmasdan ota-onalarimizdan beruxsat kimlardandir pul qarzga olib, uni mana shunaqangi betlarga tikib yuborib, ota-onalarimizni uysiz, joysiz qarigan holatlarida sarson-sargardon qilib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun o'zimiz bilib, bilmasdan har xil narsalarga aralashib qolmasdan, millatdosh, vatandosh sifatida bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yordam bersak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, bu gapirilayotgan gaplar chin qalbdan millatdosh, vatandosh sifatida sizlar uchun yetkazmoqchi bo'ldim. Kimlardir balki eshitar, kimlardir eshitmas, lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz millatdosh, vatandosh sifatida bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, imkon boricha bir-birimizga yordam berishimiz zarur bo'ladi. Kuni kecha men xursand bo'ldim. 88 yoshli onaxon farzandlari, ya'ni farzandlarini qararkanlar, bemorligi bor ekan, ijtimoiy tarmoqlar orqali bir video qo'yildi. Butun millatimiz birlashib, jipslashib ana shu onaxonga yordam berishdi. Bizni qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Bunaqangi yomon xatolarni qilib qo'yib, ya'ni bizni mana shu ota-onalarimizga zararimiz tegib qolmasin degan maqsadda mana shu videoni qildim. E'tiboringiz uchun rahmat. Undan tashqari o'zbek, qirg'iz, qozoq, tojik, turkman mana shunaqangi millatdoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda millat ajratib bir-birini so'kayotgan holatlarga ham duch kelib qolyapmiz. Mana shu narsalarni to'xtataylik. Biz birmiz. Yuragimiz bir, qonimiz bir, jonimiz bir, tilimiz bir, dinimiz bir. Shu narsalarni unutmaylik. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga tashakkur, hurmatli millatdoshlar, vatandoshlar.